أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي Qarindoshlar, yana bir muhim nuqta, inchki bo'lgan nuqta nima bo'ldi desa, buyruq qilg'uchini buyruq yo'l yo'riqni tunishdan burun tunishimiz kerak. Buyruq qilg'uchini. Bizga yo'l yo'riq berguvchi, buyruq qilg'uchi Alloh subhanahu va taolani uning ma'lumot yo'l yo'riqlarini tunishdan burun tunishimiz kerak. Intayin inchki nuqta bu qarindoshlar. Ya'ni bizningki Alloh subhanahu va taolaning buyruq cheklimlarini halol harom bizga masalan ma'ni qil, qilma, harom, halol, mubah, sunnat u bu degan nurg'unlagan ma'lumotlarni bilishimiz mumkin. Nurg'unlagan kitoblarni yodda edib etgan bo'lishimiz mumkin. Yo'l yo'riq, ma'lumot cheklima u bu to'g'risida. Nurg'un ma'lumotlarga ega bo'lgan bo'lishimiz mumkin. Lekin shu bir haqiqat esimizda bo'lishi kerakki, shu nuqta nihoyatda inchki esimizda bo'lishi kerakki, agar inson buyruq qilg'uchini oldi bilan tunisa, kim yo'l yo'riq beryapti? Buyruq berguvchi kim? Buyruq qilg'uchini oldi bilan tunib, uning keynidan buyruq yo'l yo'riq cheklimalarni ikkinchi qatim tunisa, bu vaqtda qanday qildi u inson? Buyruq qilg'uchini haqiqiy ravishda tunig'anligi uchun shu yo'l yo'riq, buyruq cheklimalarni ijro qilish, ado qilish yo'lida butun narsani pido qiladi. Jinini pido qiladi. Bu buyruq qilg'uchini tunib bo'lgandan keyin uning keyinda uning yo'l yo'riqi buyruqini tunisa, butun hayotini pido qiladi unga. Shuni ijro qilish yo'lida butun vujudi bilan, butun ixlosi bilan qiladi. Agarda dal aksichi bo'lsa, nurg'un ma'lumot, nurg'un cheklama bu yo'l yo'riqlarni tunib, buyruq qilg'uchini haqiqiy ravishda tunimiz uchun, haqiqiy ravishda tushunimiz uchun kim ekanligini. Bugungi kundagi islom biz Uyg'ur musulmonlari shuning ichida bo'lish bilan birga butkul islom dunyosining masalasi eng cho'ng birinchi darajalik masalasi nima deganda, ular bizdan tortib qanday qilishlik desa, nurg'unlagan buyruq halol harom, vojib, farz, sunnat u bu nurg'unlagan ishlarni yo'l yo'riq ta'limotlarni bilishlik, ta'limotlarni anglaqlik, lekin bu ta'limot yo'l yo'riqni berib atgan olamlarning Robbi bo'lgan Alloh subhanahu va taolo haqqi Alloh subhanahu va taolani bo'lsa, haqiqiy ravishda bizdan talab qilingan ravishda tunimoqlik. Tunmagandan keyin qanday bo'lsa, shu buyruqlarni ijro qilishda har xil yo'l izlab, yuchiq izlab, mushu buyruq yo'l yo'riqlarni qanday qilsam shundan qutulaman, qanday qilsam bir amal qilib o'tkazib o'taman shunda har xil fan usul ishlatib ketaman. Har xil usullar bilan qechishga tirishadi. Buyruq qiluvchini tunmagan inson. Shuning uchun intayin muhim nuqtaki, qaynashab biz misol keltirib to'g'risi o'ylab boqaylik, sahobalar shunchalik oz edi. Aşıncılık az turib sahabiler, bu sahabilarninki bütün bayrakları dünyanın dört tarafının hemmesiga yetib beraqliq. Nima uchun? Çünkü ular Allah'ni haqiqiy tuniyaliqlik, haqiqiy biliklik Allah subhanahu taala. Haqiqiy biliklik. Amma biz faqat Allah'ның buyruq cheklimalarini bilish bilan kifoyalanib, bizni shu Rabbimizning yo'l yo'riqlarini ijro qilishga bizni haydakchilik qildigan, bizga bir kuch-quvvat bo'ldigan, bizga turtki bo'ladigan shu amalni qilish, ijro qilishga turtki bo'ladigan Rabbimizni haqiqiy ravishda bizdan talab qilgan shaklda tuniyolmaganligimiz uchun qanday qilgan? Bugungi butkul islom dunyosining ahvoli zaminda izbosar emas, zaminda kuchlik emas, aciz o'rinda, boshqalarga bo'zaq xotirjam emas, bo'zaq qilingan nurg'un shaklda musibatlarni tortib o'tamiz. Alloh subhanahu va taolo bo'lsa Qur'oni Karimda nima deydi? Wa'adallohu allazina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum allazi irtada lahum ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني
la yushrikuna bi shay'a. Allah subhanahu va taala sizlarning ichinglardagi iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan kishilarga ulardan burun o'tgan kishilarni ziminda qandoq hukmron qilgan bo'lsa, ziminda qandoq hukmron qilgan bo'lsa, ularni cho'qim hukmron qildiganligini va'da qildi. Ularni cho'qim hukmron qilishni va shundaqla ular uchun Alloh rozi bo'lib tanlagan dinini cho'qim mustahkam qilib beradiganligini va'da qildi dedi. Allohning va'dasi bu qarindishim. Ben neydi? Ayetinin ahırda ve onların korkunchisini emillikке, hatırcemlikке almashtırıp beradiganligini va'da qildi. Allah'ın va'dasi bu. Nim deydi Allah? Ya'budunani. Ular bana ibadet qildi dedi. Bana ibadet qildi. La yushrikuna bi shay'a. Bana hiç narsani şirk keltirmaydi. Bana hiç narsani şirk qilmaydi. Faqat men tarafga yuzlandi. Ularning orzu qildigan, yuzlandigan, tivinadigan, so'raydigan tarafi faqat menlam bo'laman. Menlam bo'laman dedi. Allohning va'dasi bu. Xo'sh, musulmonlarning ahvoli nima? Ahvolimiz nima? Realligimiz nima? Ochiq realligimiz qarab boqaylik. Biz ziminda ya hukmron emas, ya dinimiz mustahkam o'rinda emas, ya bo'lmasa xotirjam emas, qo'rqib yurimiz. Nima uchun dunyodagi musulmonlarning ahvoli bu shaklga kelib qoldi? Nima uchun davomli bu top bizning vartarimizga kirib ketishlik holatga kelib qoldi? Chunki Alloh nima deydi? Sura Maryamda fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'ush shahawat fasawfa yalqawna ghayya. Sebep nima deganda Rabbimiz aytdiki, ana shu ilgirki ana shundaq sahoba, ana shundaq mu'minlar ketgandan keyin haqiqiy Alloh va'dasi, Allohning va'dasiga loyiq bo'lgan o mu'minlar ketgandan keyin ularning o'rnini bosgan, o'rin bosar, iz bosar kelganlar qanday qiliqliq? Adaa'us salat, namozni zayo qiliqliq, namozni tark etishlik, nafsi xohishlariga agashdi ular dedi Alloh subhanahu taolo. Ular bu gumrohlikni, bu osiyligining jazosini tortidi deb shuning uchun tortyapmiz. Shuning uchun bu farq o'tirimizdagi farq shu. Ilgirki sahobalar bilan bizning o'tirimizdagi farq bu qarindoshlar. Bu. Ular Alloh subhanahu va taoloni tunigan, Allohning dinini tatbiqlagan hayotida va shuning bilan nima ish qilgan? Allohning qilgan va'dasiga loyiq bo'lib, Alloh subhanahu va taolo ularga o'zining va'dasini amalga oshirib bergan. Ya Allah subhanahu va taolaning va'dasi mu'minlarga va'da qilib, u va'dasini amalga oshirmay qilishi, butkul koinotning zavol bo'lib, vayron bo'lib ketishi, Allohning bir va'dasini mu'minlarga qilgan bir va'dasini amalga oshirmay qilishidan bakrak koinotning zavol bo'lib, vayron bo'lib ketishi Allohga yenikroq tuyuldi qarindishim. Yenikroq tuyuldi Allohga. Allah va'dasiga xiloflik qilishi mumkin emas. Allah bizga va'dani qilib qo'ydi. Qachoniki mu'minlar, qachoniki biz Allohning va'dasiga loyiq mu'min bo'la oladi ekanmiz, loyiq kishilardan bo'la oladi ekanmiz, Allohning va'dasi bizni saqlab turiblik. Allohning va'dasi saqlab turiblik. كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب أنا العبد